Adajonisi. Voy qo'ying shu telefoningizni. Nima bo'ldi? Qo'shninikida janjal Nima bo'lyapti. janjal? Eshitmadingizmi? Yo'q. Voy anu sovdigan amaki bor-ku. Xo'sh, qaysi amaki? Bizga urilgan mashinasini aldab sotgan. Hop, xo'sh. Shuni nevarasini militsiyalar tutib bosib olib ketishdi. Nimaga olib ketlar? Shoshmasdan gapirgin. Voy kimnidir bolasini nimadir berib o'ldirib qo'ydibdi. Men bir eshitgandek bo'ldim. Shu anu dori ishga aralashib qolganmi? Men ko'cha etsam bir kun fonarlar yoqib, salbalan tegida bir narsalarni qidiryapti. Nima qilsam, desam, siz ishingiz bo'lmasin deb ketdi. Men amakiga ham aytdim. Amaki, nevarangizga ozgina qarang. Bu menimcha doriga aralashib qolgansam, xuddi meni mensimaganda ishingni qiyin, dedi. Shuning uchun bolalarga faqat halol rizq yedirish kerak edi. Ko'rdingmi? Harom yedirgan odamlarning bolasi ham shunaqa bo'lib ketadimi deyman-da. Harom baribir teshib chiqadi-da. To'g'ri aytyapsiz adasi. Hurmatli ota-onalar, iltimos, farzandingizga yaxshi qaranglar. Ko'chada har xil insonlar bor, har xil insonlar ko'chaga chiqadi. Biri yaxshi, biri yomon. Farzandinglar 8-sinf, 9-sinf bo'ldimi? Shunaqa odamlar bir narsani mamki qo'yib kelgan, bir narsani bekitib kelgan desa, bekitib qo'yapti-da, shunaqa ishga aralashib qoldi o'zi bilmagan holatda. Yaxshi ham ichki ishlar xodimlari bor, har doim nazorat yuradi, lekin baribir shunda ham shunaqa ishlar bo'lib turibdi-da. Yaxshi ham o'qituvchilar bor, bog'chapalar bor, lekin shunda ham farzandlarni nazoratsiz qoldirmanglar, iltimos sizlardan.